ikki do'st. Burungi zamonda ikki kishi uzun safarga chiqmoqchi bo'ldi. Birodar, biz kichigimizdan birga cho'ng o'g'an. Mana bugun safardosh bo'lib uzoq safarga birga chiqish oldib turyapmiz. Yo'l uzoq ham jafoliq. Shu vajidan men o'zimning qalampoyligi tufayli bu safarda senga avorchilik keltirib qo'yamanmikin deb ansirayman. Undaq demagan do'stim. Hali kichikkina avorchilikka, hatto zamin o'ngtirilib ketadigan ish bo'lsa-mu, safar deganda cho'qim ig'rimizni tang ko'tarib, bir-birimizga yaruylik bo'lib, bu safarimizni tez amon oxirlashtiramiz. Xotirjam bo'l. Ikkimiz ya tunigun tanishgan og'inlardan bo'lmasak. Shunday qilib, ular safarni boshlabdi. Ammo ikkinchi kuni chinqi tush mezgilida ular bir avorchilik uchrabdi. Mana endi Semiz o'z do'stining yordamiga muhtoj bo'ldi. Ha? Asta chata oldu. Adaş! Adaş! Ha? Ne oldu? Meni demide dep kalma. Ayak qarag'ana ayaqqa. Bir ayak biz taraf qarab kelyapti. Aha, ayak. Voy anamay. Abla, eshak keçip ketdi-ku. Keçip ketmemdi ishini qila. Hozir vahshiy ayiqdan qutulish muhim deyman. Aha. Adaş. Ha, mana nima deysan, nima? Endi qanday qilamiz? Ha? Qanday qiladi? Qochimiz shu. Ras tez qo'chay. Adaş, meni saqlab tur, to'xta. Oy. Adaş, xapolmay mening daraxt chiqishimga yordam qilsang bo'pti-kan. Kenim birodarim, aslida shunda qilsam bo'ladi. Ammo mana qara, men chiqib olgan bu shoxning kichikligini. Agar senmi chiqib olsang, bu kichikkina shox ishkimizni ko'tarolmay qarashsida sunib ketsa, har ikkimiz iyiqi yem bo'lib ketmamdoq. Eng yaxshisi, sen bu daraxtga chiqman demay, boshqa bir amal topqin. Bu sening nimdigina. Biz nima ko'rsakdan ko'rimizda va'da qilishgan-ku. Men u shoqqa chiqib olmayman. Faqat sen ustigirak chiqib olsamla bo'ldi. Bo'ldi. Biroq gapni oz qilib bu yerdan ketgina. Endi men tugashdan qochay desam, bu ayiqdan qochib qutulishimga ko'zim yetmaydi. Bu atrofda mushu daraxtdan boshqa panohlangudak joy bo'lmasa, is do'stim deb olamcha ishinib yurganlarim. Baba, men qo'rqyapman. Meni qutuldirmaylik. Baba, meni qutuldirmaylik. Qo'rqma balam, joyingdan midirlama. Sen jim tursanglar, jilan hozirlik ketidi. Mana qara balam, sen midirlamay jim turuyding, jilan o'zi ketib qoldi. Esingda bo'lsin o'g'lim, jilanga duch kelsang, qalayimxon harakat qilma, uning tishiga tegma. Shundala uning seni cheqib olishdan saqlana olaysan. Iyiq uchrab qolsam-mu, jim turamdim, baba. Ma balani qara. Agar uchrab qolsang, bu oson. Sen nafas olmay jim yetib olsanglar, u sana cheqilmaydi. To'g'ri. O'likni doğrab yetib olay. Balliq chog'larimda cho'ng dadamdan mundoqli so'rab qo'ygan bu savolimning bugungi kunlikda hayotimni qutqizib qoladiganligini o'ylab boqmabdi-ekanman. Hozirgidek mushundoq paytda mushundoq qilmaymi amal yo'q. Ya o'lim, ya ko'rim. Hey? Ma adashni? Iyiq kelivasi qochma yerda o'likdek yotida? Qechib qutlanmaydiganga ko'zi yetib, hayotidan umidini uzgan o'xshamamda. Iyiq keldi. Hey, tugashdi-da ma adash. Isit. Alvida do'stim. Ey? Mao iyiq tayyor o'ljini yemay tashlab qo'yib ketyapti-da. Ajab taliva adashgina bu. Rahmat sizga, bova.
Ma'u qiziq ishni. Bumi yaxshi bo'ldi. Tushib, ma'u adashqa bir chaqchaq qilib qo'yay. Ya adash, boyaqa iyiq kelib sening quliqingga bir nimalarni deb pichirlab qo'yib ketib qoldi. Degina, u iyiq nima dedi? Adash demamsi deyman. Manda qarasam, u iyiq bilan tuqqandochiligini va'da qiladi, ha? Shundaqmi? Ha, degina iyiq senga nima dedi? Ha? Nima deydi? Sening avu o'riq doston og'indarchilikqa yaramaydi ekan, beshinchi kun tushganda asqatmaydi ekan. Undaq kishilar bilan do'st bo'lma dedi. Endi qo'y bo'lganda, men mang'ashtiray. Xo'sh. Hoy, Opla, men nima qilib qo'ydim endi, ha? Astag'firulloh. Mushinimi odamning qiliqi degil bo'lamdi. Men do'stlik, vafodorlik haqida shuncha dabdabilik va'da qasamlarni berib, maydamga mushlig'antim emasmi? Ammo og'idamning jini qil ustida qilib olsa, uning bilan azroq o'zim korim bo'ldimi? Ha, korim bo'lmadi-ku. Menmi odammi? Men endi uning yuziga qandoqmi qaraman? El-yurt og'zi nimami damini? Yo'q, men uni endi boray, berib undan kechirim so'ray. Chiroyli qashqisiga qarab, hayvonning yaxshi-yomon xo'yligini belgilab bo'lmaganidek, go'zal ruxsariga, ulug'vor so'zlariga qarab, odamning fe'lini belgilab bo'lmaydi. Hayotdagi joniga taqalgan mushaqqatli paytlar insonning alisini oshkor qiladigan muhim paytlardir.